Atalmış kasal davolatgan ba'zi yerlik reseptlar va kasal davolatgan ba'zi yemekliklar to'g'risida qarindoshlar o'rtoqlashamiz. Shuning uchun bu filmimiz ba'zi qarindoshlar qarshilikka uchrab baldirchib ketib qolishi mumkin. Yaqin yo'qlaringizga yo'llab o'tib, yurak belgisini besib o'tib, anglang ko'proq qarindoshlar vaqtida foydalanib qolsin, ziyon tortib qolmasin. Yana menda mushu maslahat so'qqan qarindoshlar anglasam, jigarda mayvaydi, qonda mayvaydi, piyozni mandaq qilib yevatqili 3 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi. Kunda 2 vaqt iste'mol qildim. Achchiq so'g'a qarsangiz hep yevatqili 6 oy bo'ldi, 1 yil bo'ldi. Yana bir narsani yevatqili manchilik bo'ldi. Mush to'g'rimi doktor deb. Endi bu yerda eng avval deb qo'ysam, bu resept so'zlayotgan bu degan gap emas, bu xato emas, to'g'ri. Haqiqatan yuqoridagi usullar qandagi maynisriyto ba'zi kasallikka shifo bo'ldi. Lekin mayli mushu reseptni so'zlayotganlar bo'lsin yoki iste'mol qilayotganlar bo'lsin, bu yerda diqqat qilmayotgan bir xatolik. Buning miqdori qanchalik bo'ldi? Buni qancha uzun iste'mol qilamiz? Qanday odamlarga mos keldi, qanday odamlarga mos kelmaydi? Buning yana qo'shimcha qanday badanga aks ta'sir o'tdi, qaysi a'zolarga ziyon o'tdi? Mushuni so'zlamagan yerlar bor, mushuni tushunmay turib, qor-quyaq iste'mol qilib olgan ahvoli bor. Buning miqdorini ko'paytirib iste'mol qilib olgan ahvoli bor, haddidan ziyod uzun iste'mol qilayotgan ahvoli bor. To'g'ri, bu reseptni biz so'zlaymiz, bizni boshqalarga deb beramiz, lekin sinoqdan o'tganlarni deb beramiz, buni manchilik iste'mol qilsiz, mancha uzun iste'mol qilsiz, mahma deb askartish bilan deb beramiz. Buniki foyda qilgan, unum yaxshi ekan deb bek uzun iste'mol qilib olsak, miqdorini bek ko'paytirib olsak, bu zaharga aylanadi. Doktorxonadan ma'durni 2 vaqt yeng deb zukam dorisi bergan bo'lsa, bu 4ni biroqman akib bir vaqtingiz bersangiz, bu balki jinozalashi mumkin. Shunga o'xshashga bu foyda qilgan deb buni ko'p iste'mol qilsak bo'lmaydi, bek uzun iste'mol qilsak bo'lmaydi qarindoshlar. Masalan, bu piyozni ko'p iste'mol qilib bersak, qondagi maynisriyto, qonni suyuldirdi, deb bu to'g'ri. Lekin buni bek ko'p iste'mol qilsak, badanda yel paydo qilib qo'ydi, oshqozonni buzibdi. Ba'zi bo'g'imga yel paydo bo'lib qolgan, bo'g'im og'ritgan, oshqozon og'ritgan, qo'soq ko'p qolgan ahvolni shakllanib turadi. Turupni ko'p yesak, jigarni pokizlaydi, badanni tozalaydi. Bu turupga nihoyat yaxshi yemaklik. Lekin buni yana ko'p iste'mol qilsangiz, yel paydo qilib sotadi, usoqqa qilib sotadi. Achchiq suv qonni suyuldirdi. To'g'ri. Buni normal iste'mol qilsak bo'ladi, tomoqlarni iste'mol qilsak bo'ladi. Lekin kun atdiyan qilib oshqo'saq achchiq suv iste'mol qilib olsangiz, bevosita qon o'tadi. Bu uzun muddat davomlashib ketsa, miqdor oshib ketsa, qonni suyuldiryapti, qonni sug'utyapti. Buningiz qanisi, buningiz to'xtamayotgan, ya zaxmlanib ketsa, qon to'xtamayotgan, qon suyib ketgan, badan mag'dursiz, qonda quvvat yo'q ahvolni shakllanib turadi. Bu qon degani ma'lum darajada may bo'lmasa bo'lmaydi. Qonning yepishqoqligi ma'lum darajada badanda bo'lmasa, shu qo'lingizni bir narsa kesib olsa, o'zi qon to'xtaydi. Shunga o'xshash bu qonning yepishqoqligi bo'lgandan keyin to'xtaydi. Buni to'xtamay qonni suyuldirib olsak, bu ana to'xtamayotgan ish chiqdi. Balkim ba'zi qarindoshlar to'la buni qanaytgan, bunda zaxmlarga qon to'xtatilmayotgan ahvolda ko'rlab boqqan bo'lishi mumkin. Dal shu qonning yepishqoqligi chiqib ketganligini ifodasi. Shunga yerlik reseptlarni kasal davolaydi deb turarsak, mana toza to'g'ri emas. Oldini og'ir bo'ldi desak, bu to'g'ri. Buni kasal bulab qolgandan keyin emas, kasal bulashdan oldin iste'mol qilsak, texmi yaxshi. Doktorxonadan voy bu sizning kasallik anda operatsiya qilmasak bo'lmaydi, manda davolash qilmasak bo'lmaydi, bo'lni istayotmasan bo'lmaydi desa, doktor mushuning bir yerlik resept bormi? Voy doktorxonada operatsiya qilamiz deb turgan kasallik yerlik resept saqaytib qo'yiladi. Durma emas deb yerlik resept. Shunga qarindoshlar yerlik reseptni to'g'rilab qolaylik, yemeklikni to'g'rilab qolaylik, do'rg'imi to'g'rilab qolaylik. Bu aycan manda yemekni manda paydo qilgan. Bu olmaysa anda o'tgan. Piyoz yesa manda o'tgan. Bu bir sayko'ktat mevchiva. Tamoq yesa usqingiz tutgan degandek, bu mevchiva sayko'ktatni yeb bersangiz badandagi mikro moddalarni to'xtaydi. Bu mikro moddalar bak eshib ketsa bo'lmaydi. Shunga o'xshashga. Hammish o'zining doirasida bo'lsin. Buni bilib iste'mol qildi. Qanchalik iste'mol qilma, shu reseptni anglagan vaqtingizda. Qancha uzun iste'mol qilma. Buni iste'mol qilsam yana qanday aks ta'siri bo'ti deganni bilib, uni iste'mol qildi. Salomat qo'yimda vaqtda xayrda paydasangiz, qo'shib belgisini besib, uni qo'shilishni unutib qolmang.